Zo'r narsa ekan-a. G'aybullami? Yo'q, qiz. Niyat qildi. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza G'aybullaning o'g'liga uynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, G'aybullani oldida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga uylanayotganingizni bilib olsizmi? Ha, G'aybullani oldida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxta oyi. Ishonasizmi? Tushimga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Voy, bu ana G'aybulla To'yxunovni oltida o'ynagan qizmi? Voy, bu ketdan to'nish qilyapti-yu. Siz bilan jiyanlar bilan turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlang yigitim hozir sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib G'aybulla bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam boru, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning Uchirab o'zing qanaqa Jamila? Ana G'aybullaning o'g'liga o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Sen bir G'aybullani oldida o'ynama ekan, ey! Michael Jackson oldida o'ynash